Xo'p, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan Rahmonov Shahzod, ya'ni Central Asia Medical University patologiya asoslari hamda sud tibbiyoti kafedrasi assistenti. Xo'p, bugun sizlar bilan keyingi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz, ya'ni mahalliy qon aylanishning buzilishlarini boshlagan edik. Ulardan keyin ko'rib chiqadigan narsamiz ishemiya hamda stas. Xo'p, ishemiya va stas haqida hamma ko'pchilikda tushuncha bor. Endi biz imkon qadar bunga qo'shimcha ma'lumotlar kiritamiz. Hop, avval ishemiya haqida tushuncha, ya'ni ishemiya nimaligini avval bilib olaylik. Bilamiz, ishemiya bu ishemiyani ko'pchilik kamqonlik deb ataydi. Vaholanki bu kamqonlik tushunchasi bu ko'cha tilidagi yoki misol uchun ko'chada aytib o'tiladigan gap. Endi bu anemiya ham kamqonlik deyishimiz mumkin. O'shaning uchun aniq bitta konkret ta'rif beramiz, ya'ni qanday? Ishemiya bu to'qima hamda to'qima va hujayralarga arteriya yoki arteriolalar orqali qonni kam yoki kelishini buzilishi bu ishemiya deb ataladi. Endi anemiyaga ham shu joyda ta'rif berib ketadigan bo'lsak, anemiya bu endi mikrosirkulyatsiya, ya'ni sirkulyatsiyada, mikro emas, aynan bitta sirkulyatsiyada, ya'ni qon tomirlaridagi sirkulyatsiyada qon hajmining kamayishi. U kamayish bo'lishi mumkin eritrotsitlar yoki gemoglobin hisobiga. Bu anemiya bo'ladi. Endi ishemiyani o'zi yunoncha tilda olinganda ham o'sha ishem, ushlanib qolmoq, to'xtab qolmoq, hema qon. Ya'ni o'sha arteriola yoki arteriyalardan kelayotgan qonning to'xtab qolishi yoki oz miqdorda yetib borishi to'qimazaga. Shu narsa bizda ishemiya deb ataladi. Endi ishemiyani keltirib chiqaruvchi sabablari, o'zini etiologiyasiga ko'ra 3 xil turi bor. Bu ishemiyani birinchisi ko'rib chiqamiz. Birinchi ishemik turimiz bu obturatsion ishemiya. Ikkinchi turimiz obturatsion ishemiyadan keyin kompression ishemiya. Va bizdagi uchinchi ishemik turi angospatik ishemiya. Xo'p, bularni ko'rib chiqamiz. Biz sizni o'tgan darslarda ham gaplashganimizda obturatsiya degan so'z bilan tanishgandik. Ya'ni bu nima? Obturatsiya to'silish ma'nosini bildiradi. Ya'ni a'zo yoki to'qimaga keluvchi arteriya yoki arteriola qon tomirlarining to'silib qolishi. Bunga sabab bo'lishi mumkin. Bunga turli xil. Bunga ko'p sabab, misol uchun emboliya yoki tromblar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha qon tomirida chandiq hamda o'smalar ham ma'lum miqdorda bizda obturatsion ishemiya, ya'ni arteriya orqali qonni kelishga to'sqinlik qilishi mumkin. Xo'p, ikkinchi tur ishemiyamiz hamda komprension ishemiya deyiladi. Bu komprension ishemiyamiz asosan bu kompressor, bosish ma'nosini bildiradi. Bitta bunda nima qiladi? Bizdagi arteriya yoki arteriolalarimizning bosish hisobiga. Ya'ni misol uchun bo'lishi mumkin, jigut yordamida arteriolalarni qisish orqali bo'lishi mumkin. Yana misol uchun arteriya qon tomirlarimizni yana ham bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, ezilishi. Yana qanday ezilishi mumkin? Ya'ni jigut yordamida arteriyalarni qisish yoki operatsiya jarayonlarida o'sha arteriyalarimizni bog'lab qo'yish. Bu o'z-o'zidan ko'rib turibsiz, arteriyalarimizda, ya'ni o'sha arteriya orqali to'qima a'zoga qonning yetib borishiga to'sqinlik qiladi.
Endi bizda keyingi ishemiya turimiz, ya'ni angospatik ishemiya. Bu hech qanaqa bir ezilish yoki to'silish bo'lmaydi. Batda asosiy nima deydi? Asosiy fokus qaratiladi, ya'ni asosiy sababchisi batda simpatik nerv sistemasidagi noadrenalin miqdorining ortib ketishi bo'ladi. Endi bu o'zi angospatik ishemiyani o'zi ham ikki xil bo'ladi, ya'ni fiziologik hamda patologik. Fiziologik hamda patologik turi bor. Xo'p, fiziologik turiga nimalar kiradi? Fiziologik turida, misol uchun, g'azablanganda, hayajonlanganda, doimiy ravishda noadrenalin miqdori ortib ketib, bizda arteriyalarimizni bilamiz, silliq muskullariga ta'sir qiladi, silliq muskullariga ta'sir qilib, ularni qisqartiradi. Natijada bizda vazokonstriksiyaga uchraydi qisqa vaqtli. Patologik, endi doimiy ravishda fiziologik holatlar doimiy ravishda takrorlanadigan bo'lsa, bu jarayonimiz patologik holatga o'tib ketadi. Patologik holatga o'tib ketadi. Hop, bu turlar edi. Hop, keyin ko'rib chiqadigan narsamiz ishemiyaning belgilari. Ya'ni birorta a'zo yoki to'qimamizda ishemiya kuzatilayotgan bo'lsa, qanday belgilar beradi? Hop, birinchi belgisini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, qaysidir a'zo yoki to'qimaga qon bormayapti. Bormayotgandan keyin birinchi belgisi a'zo yoki to'qimani oqarishi bo'lishi mumkin. Oqarishi birinchi belgisi. Endi a'zo yoki to'qimaga kislorodli, ya'ni oksigemoglobin qon bormayapti, a'zo to'qimamiz oqaryapti. Bu birinchi. Ikkinchisi belgimiz shu sohaga kislorodli qon, ya'ni oziq qon miqdori kam boryapti yoki bormayapti. Buning natijasida bizda metabolizm susayadi. Nima hisobiga? Kislorod yaxshi kelmayapti. O'z-o'zidan metabolizm susayadi. Keyin bizda nima bo'ladi? Metabolizm susaygandan keyin shu sohada mahalliy haroratning tushib ketishi. Mahalliy haroratni tushishi. Hop, keyinchalik bizda qon miqdori yetib bormayotgandan keyin o'sha a'zo yoki to'qimani hajmini kichirayishi. Kuzatiladi. Xo'p, bu asosiy belgilari. Yana misol uchun qon umuman taqata bormaydigan bo'lsa yoki borish to'xtab 100% to'xtagandan keyin u oqarishga nisbatan umuman rang bermay qoladi to'qima a'zomiz. To'liq oqargan holatga o'tib ketadi. Xo'p, bundan keyin sizdan ko'rib chiqamiz endi ishemiyani oqibatlari. Xo'p. Endi ishemiyani oqibatlariga keladigan bo'lsak, ishemiyani oqibati, oxirgi salbiy jiddiy oqibati bilamiz, bu infarkt. Infarktgacha bo'ladigan holatlar bor, ya'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi navbatda ishemiyani oqibati qon toraygan, ya'ni arteriola yoki arteriyani diametriga bog'liq demoqchi. Buni hamma tushunadi. Ya'ni nima demoqchi? Agar arteriya qon tomirimiz qanchalik kichikroq bo'ladigan bo'lsa, bu arteriola qon tomirimizda tiqilish yoki trombembol tufayli tiqilish kuzatilgan bo'lsa, shunchalik oqibati jiddiy oqibatga olib kelmaydi. Agar mabodo arteriyalarimiz yirikroq bo'lgan arteriyalarda emboliya yoki tromboz hisobiga yoki kompressiya bosilish hisobiga torayib qoladigan bo'lsa, bilamiz, bu oqibati salbiy oqibatga olib keladi. Ya'ni butun bir a'zoni shikastlanishgacha, oziqlanishni buzilishigacha olib boradi. Endi arteriyalarning torayish tezligiga deyapti. Endi bilamiz, ikki xil holatda torayadi. Torayish tezligi birinchisi sekin holatda torayishi mumkin yoki tez holatda. Endi qarang, agar sekin holatda arteriyalarimiz toraydigan bo'lsa, bilamiz, o'sha qon tomirlarining yon qismi, tasavvur qiling, bitta hujayra. Bilamiz, bizda mo'notdagi buni, ya'ni bitta hujayramizni arteriya orqali qon bilan ta'minlanyapti. Endi bizda mana shu qismimizda to'silish yuzaga keldi. To'silish yuzaga kelgan bo'lsa, sekinlik bilan bu jarayon bo'ladigan bo'lsa, bilamiz, kollaterallar hosil qiladida,
buni qon oqimini qayta tiklab olishi mumkin. Sekin holatda yuz bersa. Agar tezlik bilan bu jarayon davom etib ketadigan bo'lsa, kollateral yoki anastomozlar hosil bo'lishga ulgurmaydi, a'zo yoki to'qimaga kislorod yetib bormaydi. Buning natijasida bilamiz hujayra o'sha oqibatlar, ya'ni misol uchun oqaradi, bo'lish mumkin, kislorod yetib bormaydi, metabolizm sustlashadi. Buni gaplashib o'tdik. Endi ishemiyani davom etish muddatiga. Agar ishemiya uzoqroq muddat davom etadigan bo'lsa, doimiy ravishda uzoqroq davom etib ketadigan bo'lsa, buni bilamiz, bu ham jiddiy oqibatga olib keladi. Agar qisqa vaqt davom etib ketadigan bo'lsa, bu hech qanaqa bir salbiy oqibati yo'q, ma'lum miqdorda o'sha a'zo yoki to'qimaning ishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, kollateralning qay darajada rivojlanganligi. Nima demoqchi bu? Kollateral haqida tushunchaga ega bo'ladigan bo'lsak, qaranglar, ko'rib chiqamiz. Kollateral o'zi nima? Kollateral tasavvur qilamiz va ikkita turini ko'rsatib o'taman. Kollateralimizni qaranglar. Bizda bitta hujayra bor. Mana bittadan hujayra tasavvur qiling. O'sha hujayramizga to'g'ridan-to'g'ri arteriola orqali qon bilan ta'minlanyapti. Ya'ni qon A punktdan B punktga harakatlanyapti deb tushunaylik, qaranglar. Endi qarang, bizda mana shu qon tomirimizni angiospatik bo'lishi mumkin, yoki misol uchun kompression bo'lishi mumkin, yoki obturatsion bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. To'silib qoldi qon tomir. To'silib qolganda agar A turida xuddi shu qon tomir to'silgan qismidan boshqatdan kollateral qon tomir hosil qilib o'zini ta'minlash yuzaga keladi. Bu bitta turi. Ikkinchi turi tasavvur qiling. Bitta hujayrani ikkita arteriola qon bilan ta'minlayapti deylik. Ana. Endi bitta qon tomirimiz to'sildi. Ya'ni bu ham A punktdan B punktga, A punktdan B punktga, ya'ni qon harakatlanyapti A dan B ga degani. Bu qon tomirimiz to'sildi. Ma'lum bir qismiga qon yetib kelmayapti. Endi yonidagi yondosh tomirdan kollateral hosil bo'ladi mana. Bu ikkinchi turi hisoblanadi. Endi kollaterallarimizni qay darajada rivojlanganligiga qarab bizda 3 xil turga bo'linadi kollaterallarimiz. Kollaterallarimiz 3 xil turga bo'linadi. Birinchi turimiz absolut nisbiy funksional yetarli emas. Nima degani bu? A'zo yoki to'qimani yoki hujayrani asosiy qon bilan ta'minlovchi arteriola qon tomiri bor, lekin kollateral qon tomirlarimiz uncha rivojlanmagan. Bularga misol bo'lishi mumkin qaysi a'zolarda? Bularga bo'lishi mumkin birinchi yurak miyada, keyin bo'lishi mumkin yurakda, yana bo'lishi mumkin buyrakda va bo'lishi mumkin taloqda. Ya'ni agar asosiy qon tomir to'silib qolgan bo'lsa, kollaterallar bu hujayra yoki to'qima a'zoni qon bilan ta'minlab bera olmaydi, ya'ni ta'minlab bera olmaydi. Xo'p, ikkinchi turimiz nisbiy funksional yetarli emas. Ya'ni nima demoqchi? Bunda a'zo yoki to'qima hujayrani qon bilan ta'minlab beruvchi asosiy qon tomiri bor. Kollaterallar ham rivojlangan, lekin bu tomir to'silib qoladigan bo'lsa, hujayrani yoki a'zoni yashab ketish uchun to'liq qon bilan ta'minlab bera olmay qoladi. Bunga misol o'pkada ko'rishimiz mumkin bu holatni. O'pkada. Endi bizda uchinchi turimiz absolut nisbiy funksional yetarli. Nima demoqchi? Asosiy qon tomiri bilan birgalikda kollaterallar ham yaxshigina ko'p miqdorda rivojlangan. Ya'ni asosiy qon tomir to'silib qolsa, bizda kollateral bemalol a'zo yoki to'qimamizni qon bilan ta'minlab bera oladi. Bularga nimalar kiradi? Xo'p, bularga ko'rishimiz mumkin birinchi navbatda tog'ay kirishi mumkin. Bo'lishi mumkin keyin tog'aydan keyin pay.
Hay. Undan keyin kelishi mumkin skelet muskullari. Skelet muskullari. Skelet muskullari. Xo'p, yana kirishi mumkin qorin pardalar. Qorin pardalar. Qorin pardalar. Xo'p, ana endi shu kollaterallarimiz qay darajada rivojlanganligiga qarab bizda infarkt degan tushuncha bor, ya'ni holat, patologiya. Infarktga ta'rif beramiz desak, a'zo, to'qima yoki hujayra yoki to'qimaga qonning yetib bormasligi hisobiga o'sha hujayra yoki to'qimamizning nobud bo'lishi bu infarkt deb ataladi. Endi shu kollaterallarning rivojlanishiga qarab bizda infarkt turlari bor, bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi tur infarktimiz. Birinchi tur infarktimiz oq infarkt. Oq infarkt. Ikkinchi tur infarktimiz qizil infarkt. Infarkt. Va bizdagi uchinchi tur infarktimiz gemoragik glutotsimon infarkt. Glutotsimon infarkt. Hop, ko'rib chiqamiz. Oq infarkt qaysi a'zolarda uchraydi? Oq infarkt asosan taloq bilan buyrakda uchraydi. Taloq va buyrak. Ya'ni o'sha narsa. Bizda bu oq infarktda o'sha kollaterallarning birinchi turi xos, ya'ni absolyut nisbiy funksional yetarli bo'lmaydi kollateral. Shuning hisobiga qon bor yetib bormagandan keyin o'sha hujayramiz qismida nobud bo'lish kuzatiladi. Xo'p, qizil infarkt. Qizil infarkt bu o'pkada kuzatiladi. O'pkada. Ya'ni nima? Bunda kollaterallarimiz rivojlangan qisman oz miqdorda Batta qon yetib boradi, qon tarkibida eritrotsitlar birga yetib boradi. Lekin bu qon bilan qon o'sha yerda hujayra yoki to'qimani oziqlantira olmay qoladi. Bu qizil infarkt. Endi gemoragik glutotsimon infarktimiz asosan miokardda uchraydi, miokard va buyraklarda uchraydi. Buyrakda. Endi nima degani? Bu oxirgisi mana shu holatda, ya'ni bu ham absolyut nisbiy funksiya yetarli emas holatga misol bo'la oladi. Nima bo'ladi? Gemoragik glutotsimon infarkt deyilishiga sabab o'sha infarkt kuzatilayotgan hujayralarimizda atrof periferiyasi qon tomirlarimiz dastlab qisqa vaqtli spazmga uchraydi. Qisqa vaqtli spazmga uchragandan so'ng u keyin qayta tezlik bilan yoki juda ham bizda vazodilatatsiyaga uchrab ketadi. Ya'ni birinchi spazm, undan keyin qon tomirimiz kengayib ketadi. Bu kengayish hisobiga qon tomiri yorilib ketadi. Shuning uchun gemoragik glutotsimon infarkt deb ataladi. Hop, keyin sizni ko'rib chiqamiz endi staz. Hop, stazni ko'radigan bo'lsak, bu bilamiz qon aylanishning mahalliy buzilishlardan bitta turi. Ya'ni bu qaytar jarayon hisoblanadi. Bu nima, qanday jarayon? Ya'ni ko'ramiz. Bunda kapillyarlarda va kichik arteriolalarda va venulalarda qon oqimini to'xtashi yoki qiyinlashishi. Xo'p, endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi keltirib qaysi qon tomirda uchrashi etiologiyasiga ko'ra stazni turlari bor. Ya'ni bu stazni birinchi turi chin staz. Chin staz. Ikkinchi turi ishemik staz. Ishemik staz. Va bizdagi uchinchi turi venostaz. Venostaz. Hop, chin stazni asosida bilamiz sladish o'tadi. Ya'ni sladish fenonimi. Buni ko'rib chiqqanmiz o'rtoqlar. Ya'ni o'sha bizdagi qon tarkibimizdagi eritrotsitlarga zaryadni manfiy berib turgan albumin osilining qon tomir o'tkazuvchanlik hisobiga to'qimaga o'tib ketish natijasida bizdagi shakl elementlarimizdan eritrotsitlarimiz musbat zaryadga o'tadi va boshqa shakl elementlarning agregatsiyasi, agglutinatsiyasi bo'ladi. Buni biz sizlar ko'rib chiqqanmiz o'tgan darsda. Endi shuning natijasida bizda kapillyar qon tomirlarimizda ma'lum bir qismini to'sib qo'yishi mumkin. Endi chin stazga sabab bo'luvchi omillar, ya'ni sabablar bo'lishi mumkin kimyoviy omillar.
Kimyoviy omillar. Kimyoviy omillar yoki bo'lishi mumkin biologik. Biologik omillar. Biologik omillar. Va bizda bo'lishi mumkinki fizik omillar. Fizik omillar. Xo'p, ichimlik stas bu mayda arteriyalarda qon oqimining qiyinlashishi yoki to'xtashi. Bu o'sha ko'rib o'tganimizdek o'sha qon arteriyalarimiz to'silib qolishi yoki qisilib qolishi natijasiga kelib chiqishi mumkin yoki arteriya qon tomirlarimiz qisqa vaqtli vazokonstriksiyasi natijasida. Venozistas vena qon tomirlari orqali qonning oqishi qiyinlashishi. Bunda sabab nima bo'ladi? Vena qon tomirlarda qonning oqimini sekinlashishi, qon oqimini sekinlashishi bo'lishi mumkin yoki vena qon tomirlarini oziqlanishining buzilishi. Bularning barchasi qon oqimiga ta'sir qiladi, ya'ni ketishda qiyinchilik tug'iladi. Bu maqsad shu, staz qon oqimining to'silishi yoki qiyinlashishi. Endi oqibatga keladigan bo'lsa, venostaz bu qaytar jarayon bo'ladi. Agar staz bo'lgan o'sha to'silib qolgan sohada qon tomirida devorlarda jiddiy o'zgarish bo'lmasa va staz keltirib chiqaruvchi omilni siz bartaraf qiladigan bo'lsak, shu sohamizda qon aylanishi qayta tiklanadi. Agar mabodo sizda doimiy ravishda uzoq muddatli buni omillar ta'siri davom etib, qon tomirlariga shikast yetkazib qo'yadigan bo'lsa, shu sohamizga hujayra yoki to'qimaning o'limiga, ya'ni nekrozlanishgacha sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun sizlar bilan o'sha ishemiya hamda stazni imkon qadar ko'rib chiqdik. Endi keyingi darslardan siz bilan biz tromboz hamda emboliyani ko'rishni boshlaymiz. Barchalarga rahmat.